Assalomu alaykum, tog'a, yaxshimisiz? Qayerdan qayerga ketyapsiz? Toshkentdan, Moskvadan Toshkentga. Moskvadan Toshkentga ketyapsiz? Holat qalay avtobusda? Holati zo'r, yaxshi. Yaxshimi? Signallar ham bo'ladi, yaxshi, normal. Unday bir qilmoqchi yo'q. Tavsiya qilasizmi? Tavsiya qilaman. Avtobusda ketib chiqardi. Hech qanaqa yolg'on aldov yo'qmikan? Yo'q. Vokzaldan chiqib ketyapsizmi yo vokzaldan chiqmayapsizmi? Vokzaldan ketyapmiz. Vokzaldan ketyapsiz. Qayerga ketyapsiz? Toshkentga ketyapmiz. Qanjoni sog' bo'lsin. Yaxshimi yo'q? Yaxshi. Hozir yoqamiz. Keyinchalik ketuvchilar diqqatiga bo'lsa, manaman haydovchilar avtobusda bemalol ketsa bo'ladi ekan. Qiyinchiligi yo'q. Haydash olsa havo farqlaydi ekan. Murojaat qilaverasizlar shu avtobus o'rniga. To'lsa to'lmasa ketyaptimi avtobus? To'lmasa ketyapti. Shuni ham aytib o'ting mana. O'rtada odam ag'darish yo'q, mana signallar bo'sh. Mana bo'm-bo'sh. Endi yo'l qo'ldan olmasa boshqa bir mavzu yo'q, yaxshi. Sog' salomat yetib boradi. Sog' bo'ling, tog'a. Mayli, salomat bo'ling. Mana Wi-Fi bormi? Yo'q. Yo'q, ulashib beradi. Bemalol biz bilan bog'lanib ketishingiz mumkin. Sog' bo'linglar, salomat bo'ling.